Assalomu alaykum. Men bu videoda mana shu telefonni Xitoydan qanday qilib buyurtma qilish to'g'risida to'liq ketma-ketlikda hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Birinchi navbatda Xitoyning ilovalari, ya'ni marketplace ilovalari bor. Bu yerda har xil ilovalar bo'lishi mumkin. Taobao, Pinduoduo, 1688 har xillari bor, lekin men hozirgi vaqtda Pinduoduo ilovasini maslahat beraman. Sababi u yerda assortiment juda ham ko'p bo'lgani sababli o'zim ham hozirgi kunda Pinduoduodan buyurtma qilib kelyapman. Xo'p, endi sizlarga mana shu telefonni buyurtma qilish ketma-ketligini birma-bir tushuntiradigan bo'lsam, birinchi navbatda Pinduoduo ilovasini yuklab olasiz. Yuklab olganingizdan keyin ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib bo'lgandan keyin yuqorida qidiruv bo'limi bor. Ana shu joyda nima qidirayotgan bo'lsa, aynan o'sha narsani yozsa chiqarib beradi. Bu xuddiki o'zimizning uzun market ilovasiga o'xshagan oddiy marketplace, faqat u Xitoyning marketplace hisoblanadi. U yerda qidiruvda iPhone 5 deb yozamiz. Bizda ko'rib turganingizdek har xil assortimentlar chiqib keladi. Bu yerda hamma do'konlar ham ishonchlimi desa, yo'q, hammasi ham ishonchli emas. Shuning uchun mana shu joyda birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni qancha xarid qilingan. Mana buni ko'rib turgan bo'lsanglar, eng ko'p xarid qilinganini ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Kirganingizdan keyin avvalasi bu yerda mana ko'rib turibsizlar, har xil rasmlar bor, original rasm yo'q. Original rasm bo'lmasa, pastda otsivga kirishimiz kerak. Otsivdan qidirib chiqamiz. Xo'p, qani kim olgan ekan bu telefondan? Qanaqa holatda olgan ekan? O'zi bu do'kon aslida ishonchlimi? Mana shu narsalarni birinchi tekshirib chiqsa bo'ladi. Bundan tashqari yulduzchalarga e'tibor berib qo'ysanglar zarar qilmaydi. Xo'p, birinchi navbatda otsivni ko'rdik. Mana haqiqatan olishgan ekan. Mana rasmlari ketma-ketliklar turibdi. Demak, do'kon ishonchli. Ana endi bemalol xotirjam buyurtma qilsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda har xil assortimentlar turibdi. Ya'ni bir xilga telefonlarni yozib qo'yishgan. Bir xil telefonlar Wi-Fi ishlamasligi mumkin. Bir xil telefonni qanaqadir joyi almashgan bo'lishi mumkin. Mana shularni yozib qo'yishadi. Mana shunisiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Aynan shundan kelib chiqib narxlar o'zgaradi. Endi bu yerda ketma-ketlik qanaqa bo'ladi? Bu yerda uje pamitini tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda 16 turibdi, 32. Xullas har xil ketma-ketlik turibdi. Misol uchun mana 16 ni tanlaydigan bo'lsak, bitta tanlangan gigabayt belgilab buyurtma qilishni bosamiz. Ana endi bu yerda o'zingiz xohlagan gigabaytdagi telefonni tanlab buyurtmani bosasiz. Endi bu yerda adres kirgizish kerak bo'ladi. Xo'p, bu adres o'zi nima? Ya'ni telefon buyurtma qilganingizdan keyin aynan o'sha do'kon buyurtma qilganingizdan keyin olib boradigan bojxona manzili. Bu yerda buyurtma qilgan telefonni aynan o'sha yetkazib berish manzili, ya'ni bojxona manzili bo'ladi. Endi bojxona manzili qayerda olinadi desa, siz ishlayotgan kargolar eshitgan bo'lsangiz kerak, kargolar bilan hamkorlik qilganingizda ularni bojxona manzillari bo'ladi. Aynan o'sha sizni buyurtmangizda o'sha bojxonaga olib borib beradi va bojxonadan to'g'ri reys bilan O'zbekistonga yetib keladi. Bojxona to'lovini to'lab, ya'ni kargo to'lovini to'lab, bemalol telefonni qo'lingizga olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, telefon holatidan kelib chiqib narxlari o'zgaradi. Hozirda biz hech qanaqa aybi yo'q bo'lgan, ya'ni hamma joy ishlab turgan telefonni buyurtma qilyapmiz, ya'ni 55 yuan chiqyapti. Ya'ni bizning pulga 98 ming so'm bo'ladi. Ana endi buni o'sha bojxona boyagi manzilga olib borish uchun 60 yuan atrofida bo'ladi. Ya'ni bizning pulga hisoblaganda 106 ming so'm atrofida bo'ladi. Ana endi bu summa telefonni o'zini buyurtma qilishgacha bo'lgan summa, ya'ni siz do'konga to'layotgan pul. Ana endi bu O'zbekistonga yetib kelgandan keyin o'sha bojxonada siz ishlayotgan kargoga ana endi kargo to'lovini to'lashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shunda 190 ming so'm telefonning umumiy narxi bo'ladigan bo'lsa, 106 ming so'm telefonni sof o'zini magazinga to'lagan pulingiz va undan tashqari 84 ming so'm bojxonaga, ya'ni kargoga to'lagan pulingiz bo'ladi. Shunda umumiy summa, ya'ni mana shu iPhone 5 telefonining umumiy summasi 190 ming so'mga aylandi. Endi men faqatgina iPhone 5 olib kelishim mumkinmi deydigan bo'lsangiz, yo'q. Bemalol siz iPhone 5 ham, iPhone 6 ni ham kerak bo'lsa, iPhone 11 ni ham bemalol olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni siz bu yerda o'sha buyurtma qilish ketma-ketligi xuddi shu videoda qanday qilingan bo'lsa, xuddi shunday bir xil bo'ladi. Telefonni to'liq buyurtma qilib bo'lgandan keyin mana shu joyda do'kon egasiga yozish mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda biz har ehtimolga qarshi yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bundan maqsad menga telefonni yaxshisini jo'nat degan ma'noda mana shu xabarni yuborishimiz kerak bo'ladi. Bemalol buni ChatGPT da tarjima qilib Xitoy tiliga o'girib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda sizlar telefonni o'zini narxi qancha va rassamoshga, ya'ni kargo to'lovi qancha, qo'lingizga qanchagacha yetib kelishi mumkinligini to'liq o'rgandinglar. Endi aytishingiz mumkin, xo'p, men o'zi Pinduoduo ilovasidan qanday qilib ro'yxatdan o'taman, manzilni qanday kiritaman, o'zi umuman olganda qanaqadir yana boshqa narsalar bormi deyishingiz mumkin. Agar men bu narsalarni aytadigan bo'lsam, bu o'zi aslida bitta katta darslik hisoblanadi. Ya'ni bu yerda
Xitoydan to'liq buyurtma qilish, ro'yxatdan o'tish, undan tashqari do'kon bilan buyurtmadan so'ng doimiy kontakt qilib turish, ya'ni buyurtma sizgacha yetib kelyaptimi, yo'qmi, mana shuni nazorat qilish va necha kun muddatda yetib keladi, to'liq hammasini o'rganish mumkin bo'ladi. Men ayni mana shu sabab yaqinda onlayn savdoga birinchi qadam degan dasturni ishlab chiqyapman. Bu dasturda nimalar bo'ladi deydigan bo'lsangiz, eng avvalasi mana shu sohadan kelib chiqqan holda Xitoydan o'zi mahsulotni qanday buyurtma qiladi, xoh u telefon bo'lsin, xoh qolgan mahsulotlar bo'lsin, qanday buyurtma qilinadi, qanday nazorat qilinadi va undan tashqari eng muhimi qo'lingizga olib kelgan mahsulotni qanaqa qilib sotishgacha bo'lgan to'liq ma'lumotlarni o'rgataman. Dasturimni tez kunda e'lonini qilaman. Siz bo'lsa hozir obuna tugmasini bosib qo'ying, chunki bu kanalimizda tajribamdan kelib chiqib onlayn savdoda daromad qilish, umuman olganda Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri buyurtma qilish va shu bilan birgalikda qo'lingizdagi mahsulotlarni qanday sotish mumkinligidagi to'liq ma'lumotlarni yoritib boraman.